Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Biz kafeda biza oldingi yil mana bu xonalarni qo'shib berdik. Bu yil ham xuddi shunaqa xonalardan qo'shib berish kerak bo'pti. Buning uchun mana bu joylarni yig'ishtirib, orqada misollar bor, misollarni olamiz. Mana bu navisni olib tashlaymiz, keraksiz. Mana buzadigan joylarni buzib, umumiy maydonimizni ochib oldik. Endi mana bu devorni ham davom ettiramiz, mana kecha davom ettiramizda. Undan keyin devordan mana navisgacha balka tortib, umumiy o'sha zal qilamiz, xudo xolasa. Balkalarni ham tortgan holatimizni ham ko'rsatamiz keyin. Mana balkalarni ham tortib oldik, poygonlarni qo'yib, undan keyin mana devorlarni ham tegib oldik. Endi tupli pol uchun yer tekislaymiz. Undan keyin semich qotiramiz. Tupli pollarni ham yo'yib oldik. Endi navbat ustiga stashlar qilamizda. Undan keyin semich tomini yoqamiz. Tupli pollarni ham qo'yib bo'ldik, stashlarni ustiga qo'yib, tupli pol kalifini marta joylashtirgan bo'ldik. Semichlarni ham mana qotirib bo'ldik. Endi mana bu bitta xona, mana bu bitta xona, addenada ikkita xona qo'yish kerak. Yana bu yoqda mana bu stoykadan devordan mana yashil zonamizgacha 3 ta xona bo'lishimiz kerak. Agar bo'lmasa kattakon bir zal bo'lib qoladi. Uni ham ish davomida ko'rsatib ketamiz. Kuzatuvchilar, o'sha zalimizdan bitta, 2 ta xona ham qo'shildi. Bu yoqqa aytib o'tganimizdek, mana bu stoyka bor edi, esingizda bo'lsa, o'sha stoykaning bu yoqda 3 ta xona qo'shildi mana. 1, 2, 3 ta. Bu yog'i mana o'sha zal bo'lib qoldi. Bizlar ko'rib baho berasizlar. 3 ta xonani ham ko'rib ko'rinishi. Zalimiz mana boshidagi manzaradan qayerga kelganini o'zingizlar baho berib ko'rasizlar. Tashqi ko'rinishini ko'rsataman. Tepalariga semich panellar qo'yib qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha va qudrat qo'ldan chiqardik. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, pastda raqamlarga olamiz. Mana shu ko'rinishi.